chaq qo'pib pirpelavermanglar akalar. Chekaroqqa qo'yinglar, insof qilinglar. Avval ekani yaqib qo'ygan bo'lsanglar ham. Avval ekan qilib bo'lsa katta ish qilganga o'xshaydi o'zicha, bo'laveradi. U avval ekani qachon yaqishni ham bilmaysizlar ukalar, xafa olmanglar. U avval ekani yoqadigan momenti bo'ladi. Yaqib qo'ysalar, luboy ish mumkin-da, slash ish qilib yursa ham bo'laverar ekan, avval ekan qilib qo'ysa, o'rtaga qo'yib qo'ysa ham bo'laverar ekan. Unaqa emas. Harom ish mana shu ishlar. Harom ish qilyapsizlar. Jon ukalar, qoidaga rioya qilinglar, qarg'ishga qolmanglar. Bekarga to'ntalib ketmayapsizlar, bekarga mashinalar buzilavermayapti hadeb, qarg'ish olyapsizlar. Ertaman mashinani minib ishingga borguncha tabiiy xiromay borib olsang, povizlo deyapsan. Nasreniy o'lmasdan ishingga borib olsang, zo'r bo'ldi bugun deyapsan. Salomon, asabim o'lmay borib oldi deb. Qoidaga rioya qilinglar jon ukalar, qarg'ish olmanglar. U krutoylik belgisi emas, johillikni, iymonsizlikni belgisi u. Sizlar qilayotgan narsa ayrimlaringlar. Sizlar ham shuna bo'lib yuribsizlarmi? Bo'g'ilyapsizlarmi sizlar ham eski shopirlar? Aytinglar bolalaringlarga, to'g'ri yur, shoshilma, stressingga chiqma, qizilga aytinglar bolalaringlarga. Chaq qo'pib pirpelavermanglar akalar. Chekaroqqa qo'yinglar, insof qilinglar. Avval ekani yaqib qo'ygan bo'lsanglar ham. Avval ekan qilib bo'lsa katta ish qilganga o'xshaydi o'zicha, bo'laveradi. U avval ekani qachon yaqishni ham bilmaysizlar ukalar, xafa olmanglar. U avval ekani yoqadigan momenti bo'ladi. Yaqib qo'ysa